Tranzakt tahlil orqali boshqaruvni qo'lingizga olishingiz mumkin. Bu qanday amalga oshiriladi? Buning uchun siz tranzakt tahlil nima ekanligi to'g'risida biroz ma'lumotga ega bo'lishingiz, uni amalda qo'llab ko'rishingiz hamda bunga nisbatan o'zingizda kuch va ishonch topa olishingiz zarur. Tranzakt tahlil nazariyasi bo'yicha bir oz ma'lumot berib o'tamiz, so'ngra siz buni amalda sinab ko'rib, bunga baho berishingiz mumkin. Qani unda boshladik. Tranzakt tahlil nazariyasi psixolog olim Erik Bern tomonidan aniqlangan va qo'llanishga ishlab chiqarilgan. Bunda olim egoni menlikning 3ga bo'ladi. Ushbu menlik konsepsiyasida ota-onalik, yosh bola va katta odam ko'rinishida tafovutlar, ya'ni aniqroq qilib aytganda, insonlar ongida 3 xil shaxs yashaydi. Ularning biri yuqorida sanab o'tilgandek ota-ona, yosh bola hamda katta odamdir. Bu uchala holatning barchasiga bir vaqtda tushib qolishingiz mumkin. Ularning holati sizda o'zgarib turadi. Ba'zan ota-ona, ba'zan katta odam, ba'zan esa yosh bola kabi so'zlashishingiz mumkin. Bu sizning qarshingizdagi suhbatdoshingizga qarab o'zgaradi. Misol uchun, suhbatdoshingiz ota-ona holatida sizga nisbatan "bu ishning noto'g'ri" kabi so'z aytsa, sizning menlik holatingiz ongsiz va o'zingiz istamagan holda hamda avtomatik ravishda bu holatga o'tadi va shunday javob berasiz: "Ha, lekin shunday holat bo'lgan edi-da" deya o'zingizni oqlovchi javob qaytarasiz. Agarda suhbatdoshingiz sizga menlikning bola konsepsiyasida "telefoningni olib tursam bo'ladimi?" deya so'z boshlasa, sizda yana o'zingiz bilmagan holatda endilikda ota-onalik holati yonadi va bunga javoban "Mayli, faqat bir necha daqiqaga" deya javob berasiz. Tranzakt tahlilning asosiy tushunchasi ham shundan iborat. Siz boshqalarga qaysi menlik holati bilan gapirsangiz, shu menlikning qarama-qarshi menligi bilan boshqalar javob beradi. Tranzakt tahlildan mohirlik bilan foydalanish orqali siz liderlik, boshqaruvchanlik va asosiy holatlarda manipulyatsiya qila olasiz. Tranzakt tahlildan amalda foydalanib ko'rish bunga yaqqol isbot bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni albatta sinab ko'ring.